Voy o'rtoqjon, mana shuni xo'jayinimdan sotib olishni iltimos qilgandim. Bu narsani senga nima keragi bor? Nima deyapsan? Bu ham yuvib, ham quritish. Ikkitasi bittada degani-ku. Kir yuvish uchun 2 barobar ko'proq vaqt sarflash uchunmi? Yo'q, unday emas. LG Wash Tower kirlarni ham yuvadi, ham quritadi. Bu qandaydir maxsus rejim bo'lsa kerak. Buni hali to'g'ri o'rnatish ham kerak. Qara, qancha ko'p tugmalari mavjud. Axir bu aqlli mashina-ku. Quritish rejimi kir yuvish rejimiga qarab avtomatik ravishda tanlanadi. Shuning uchun sen o'zing nimasinidir sozlashing shart bo'lmaydi. Lekin kir yuvishni baribir o'zing sozlashing kerak-ku. Yo'q, kerak emas. Bundagi o'rnatilgan sun'iy intellekt kirlarni yumshoq parvarish qilish uchun o'ziga mos bo'lgan algoritmni avtomatik ravishda tanlaydi. Menga qara, bu yaxshi narsaga o'xshaydi. Men senga aytdim-ku. Yaxshisini bilaman deb. Dadasi, sizga rasm yuboraman. LG Watch Tower'dan olib bering.